Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Faberlik brendining sog'liq va go'zallikka oid mahsulotlar haqida bilasizmi? Bugun men sizlarga Omega 3 7 9 krem nabori va Omega 3 6 9 biologik faol qo'shimchasi haqida gapirib beraman. Agar sog'liqni asrashni istasangiz, bu video aynan siz uchun. Faberlik 3 7 9 kremi bu teri uchun muhim yog'larni taqdim etuvchi mahsulot. Omega 3 7 9 yog'li kislotalarning noyob kombinatsiyasi bilan teringizni oziqlantiradi va tiklab berish xususiyatiga ega. Bu kremning asosiy vazifasi terining namligini saqlab qolish, uning elastikligini oshirish va qarish jarayonini sekinlashtirishdir. Krem teridagi noxush, ya'ni quruqlikni yo'qotadi. Omega 3 va 9 terini muvozanatini saqlashga yordam beradi. Omega 7 esa teri hujayralarini yangilashga yordam beradi va terining sog'lom ko'rinishini saqlab qoladi. Agar sizda quruq, maydalangan yoki keksalik belgilari bo'lgan, ya'ni ajinlari bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa yuzingizda, ushbu krem nabor siz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Kremimizni toza va quritilgan teriga, yuz va bo'yin sohangizga, umuman universal kremimizni yuz, qo'l va tana uchun bemalol foydalanishingiz mumkin. Natijani tezroq bilish uchun ertalab va kechqurun foydalanish tavsiya etiladi. Omega 3 6 9 yog'li kislotalari organizmning zarur bo'lgan foydali yog'larni taqdim etadi. Ular yurak, qon tomir tizimi, miya faoliyati va umumiy immunitetni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Omega 3 yurakni mustahkamlash va yallig'lanishni kamaytirishda yordam beradi. Omega 6 ayniqsa organizmdagi metabolizmni yaxshilaydi va teri salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Omega 9 esa umumiy holatingizni yaxshilab, xolesterin darajasini normallashtirishda sizga yordam beradi. O'z sog'lig'ingizga kuzatish uchun ushbu qo'shimchalarni siz birgalikda foydalanishingiz mumkin. Har kuni 1 yoki 2 kapsuladan, umuman aytganda 2 kapsuladan 1 stakan suv bilan iste'mol qilsangiz, sizda o'sha 2 oy davomida ajoyib natijalarni ko'ra boshlaysiz. Demak, Faberlik kompaniyasida agar siz sog'lig'ingizni yaxshilanishini xohlasangiz, Faberlikning Omega 3 7 9 kremi hamda 3 6 9 qo'shimchasini birlashganda eng yaxshi natija beradi. Shu bilan birga ko'plab mijozlarimiz bu mahsulotlarni teri va umumiy salomatlikni yaxshilash uchun muntazam ravishda ishlatib kelmoqdalar. Siz ham bu ajoyib mahsulotlardan foydalanib, o'zingizni yaxshi his qilishingiz mumkin. Agar siz maxsus chegirmalar yoki aksiyalarni izlayotgan bo'lsangiz, bizning rasmiy sahifamizga tashrif buyurib, ro'yxatdan o'tish orqali siz bu mahsulotni chiroyli chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Agar siz ham sog'lig'ingiz va teringizni yaxshi ko'rsangiz, Faberlik 3 7 9 kremi va 3 6 9 omega biologik faol qo'shimchasini albatta sinab ko'ring. Sog'lom turmush tarziga intiling. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like tugmasini bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Men har doim yordam berishga tayyorman. Siz ajoyib chegirmani qo'lga kiritish uchun bizga Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol WhatsApp, Telegram orqali murojaat qilib, bu mahsulotlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz va shu bilan birgalikda bu mahsulotlarni kompaniyani o'zini saytidan xarid qilishingiz mumkin.